Assalomu alaykum, klub maydonchilari. Biz telefon qilishdi, kommentarda yozishdi, haqida ma'lumot so'rashdi. Mana sizlarga haqida ma'lumot. Mana chaylar yurib ichida. Mana bitta aslar ona chaylar yaptırdı, şöyle ekan bo'lsa, yuribdi. Arayana yuribdi darilar. Yana darilar topsam. Evet. Chaylar bitta. Chaylar Xudoga shukr, zo'r. Shuni hisobiga chaynaklar ham chiroyli, Xudoga shukr. Bor boshidagi mevalarda bor, shakli o'zgarishlari bor, lekin bag'da mana bag'ga qo'ndirish, Xudoga shukr zo'r. Mana bu yerda ham mana ko'ragimizda chaynatyapti. Mana hisobiga asari ko'pchilik tushunadimi, tushunmaydimi? Bilgan biladi, bilmagan bilmaydi. Ari shu chaynashga nihoyatda yordam, keyin qulpnay shakliga ham nihoyatda yaxshi ishlay beradi. Agar chaynlamagan bo'lsa, qulpnaylar o'sha qadar qiyshiq bo'lib ketadi. Mana bittasi 3 ketib qoldi, bitmadi. Kesimini chaynlatyapti ichida. Mana qo'yangu qochib ketib qolishdi. Hozir nagi qatorlardan ham olib ko'rsatamaslar uchun. Mana bu yerda ham chaynatyapti. Ko'rinadigan bo'lsa, yaqinlashtirib o'tish mumkin. Ajoyib ekan. Chaynab yurishibdi. Ayog'iga ham bersang, oyog'ida sariq kelib paqircha deshadi-yu. Oyog'ida sariq chaynatuvchi. Paqirchani keyingisiga o'tdi. Keyingisiga qo'ndi. Keyingisiga turibdi. Bu ko'p atrofida aralashib, mana hozirgi sizlarga qo'shimcha hozirgi pisanchidagi haroratni ham ko'rsatib o'taman. Rezultat. Shakli. Mana bu yerda ham mana ko'ryapsizlar, chaynatyapti arilar. Rezultat zo'r. Mana yerda turibdi tasib qochib. Yaxshi, chaynachlar yaxshi. Qulpnani shakli Allohga behisob shukr zo'r. Mevalar. Toza yurt ichida. Xullas, hozirga endi navbat ichkariga bizdagi pisanchidagi harorat. Mana hozir forchkalar katta bunday ochib qo'yib, mana polni ochib qo'yganmiz. Bu tomon ham polni ochiq, mana. Qilayotganda bag'iga, tak. Mana yonda polchka ham yarim ochib qo'yganmiz. Bu degan harorat shakli ko'rinayotgan bo'lsa 19 turibdi. Bu yerda telefonni endi boshqacha bo'ladi, sizlar tushunasizlar. Hozir eshikni ochib qo'yamiz. Mana yangidan keyin sotilgandan keyin yana qulplarimiz yana qizarib pishishni boshlayapti. Xudo xolasa. Mana bu yerda oxirida ko'rdagi 19 daraja, o'rtamiz 21.4. Ichkaridagi issiqlik temperatura ichkaridagi. O'rtadagi mana kokosda namasi issiq sovuq 2-3. Vlajnost 67, namlik 67. Hozir eshikni ochganmiz, eshikni ochsa yana ham namlik tushadi. Sovuq millari 11.55. Bu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab, Xudo xolasa inshaalloh
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.